Melbetdan pul yechib olish uchun telefoningizda ilovani oching. Shundan so'ng siz asosiy profil menyusiga o'tishingiz kerak. Keyin hisob sozlamalarni ochishingiz va mablag'ni chiqarish tugmasini bosishingiz kerak. Pul yechib olish uchun Humo to'lovni tanlang. Pul olishning minimal chegarasi 20 ming so'm. Bu yerda siz summani kiritishingiz kerak, masalan 200 ming so'm. Shundan so'ng siz karta raqamini, karta egasining ismi va familiyasini, amal qilish muddatini ko'rsatishingiz kerak. Tafsilotlarni tekshiring va tasdiqlash tugmasini bosing. Keyin dastur yaratish haqida javob olasiz. Shundan so'ng 30 soniya ichida Melbet operatori pul mablag'larini yechib olish so'rovini ma'qullaydi yoki uni bekor qiladi. Agar siz rozilikni olgan bo'lsangiz, pul 30 daqiqa ichida kartangizga o'tkaziladi.